Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Günlük haberlerimizi görüşünlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki bulup atkan gün tertipteki haberlerini huzuruna sunumuz. Kanalımızda diqqatlar ekranımız olsun. Gambiyada tutup gelingan 3 Uyghur Türkiye'ye qaytırıp gelindi. 11 noyabr Yevropaga qarab yo'lga chiqib, Gambiya aerodromida tutib qilingan 3 Uyg'ur Turkiyaga muvaffaqiyatlik qaytib keldi. Afrika davlati Gambiyada tutib qilinib, Xitoyga qaytirilish xavfi ostidagi 3 Uyg'ur Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxonning yo'l meng'ishi Turkiya Tashqi ishlar ministrligi va Turkiya ko'chmanlar idorasi bilan izchil aloqa qilishi natijasida sog'-salomat Turkiyaga qaytib keldi. Bu ishda Turkiya Tashqi ishlar ministrligi Gambiyada turishliq Turkiya bosh elchisi Ko'chmanlar idorasi mudirligining Gambiya hukumatining munosabatli organlari bilan aloqa qilishi orqali Gambiya doiralarini 3 Uyg'urni Xitoyga qaytirib bermay Turkiyaga qaytirib berishni aytgan. Ulamolar birligining peshqadam ustozlari va Avstraliyadagi qarindoshlarimizning himmati bilan Turkiyaga kelish biletlari elinib, Uyg'urlarning ikkinchi vatani Turkiyaga sog'-salomat kelib oldi. Ma'lum bo'lishicha, ular 28 oktyabr Gambiyadan Yevropaga qarab yo'lga chiqmoqchi bo'lganda, aerodrom soqchilari ularni sizlar Xitoyga o'xshamaydi ekansizlar. Nima uchun sizlarda Xitoy pasporti bor deb gumon qilib tutib qolgan. Ular biz Xitoy emas, Turk deb turib olib, Turkiyadan berilgan uzoq muddatlik iqomatini ko'rsatgandan keyin soqchilar ularni Turkiya elchixonasiga apargan. Turkiya elchixona xodimlari ularning Turkiyada qonunliq yashab kelayotganligini va qo'lidagi uzun muddatlik iqomatining inovatlik ekanligini bildirgan bo'lsa-mu, biroq Gambiya soqchilari yana ularda nima uchun Xitoy pasporti bor, biz buni aniqlaymiz deb tutib qolgan. İstanbul'da bir Uyg'ur etib o'ldirildi. 10 noyabr kechda İstanbulning Fatih rayonidagi bir mehmonxonaga oid choyxonada o'ltirgan Uyg'ur tijoratchi Erkin Samat noma'lum kishilar tomonidan qurolliq hujumga uchrab, og'ir yaralangandan keyin naq maydonga kelgan jiddiy qutqizish xodimlarining dastlabki qutqizishidan keyin doktorxonaga elib berilgan bo'lsa-mu, qutqizish unum bermay hayotidan ayrildi. Vaqa kech soat 8 40 atrofida yuz bergan bo'lib, Erkin Samatga 3 pay o'q tekkan. Soqchilarning dastlabki tekshirishlariga ko'ra, o'ldirilgan Erkin Samat tamojna ishlari bilan shug'ullanadigan tijoratchi bo'lib, jinoyatning elish-berish masalasi sababli bo'lganligining ehtimol ekanligini bildirishdi. Turkiya Sabah gazetining bu vaqtdagi xabarida Erkin Samatning Xitoy va Ukraina pasporti borligi, ikki qurolli hujumchining Erkin Samatni etib o'ldirib, naq maydondan qochib ketganligi, Turkiya amonlik organlarining bu ikki qochqin gumondorning payiga tushganligi ilgari surildi. Xabarda yana dastlabki aniqlashlardan ikki gumondorning Erkin Samatni ko'zitib, uning peshiga tushganligi, jinoyatni planliq sodir qilganligi oshkorlanganligi ilgari surildi. Gumondorlarning Erkin Samatni nima uchun nishonga olganligi ma'lum emas. Turkiya taratqullarining xabarlarida bayon qilinishicha, naq maydon atrofiga to'xtatib qo'yilgan Qirg'iziston konsulxonasiga oid numur taxtaliq bir avtomobil bayqalgan bo'lib, aniqlashlarda mashinaning numur taxtasining soxta ekanligi aniqlandi. Bu delo bilan avtomobilning qandaq munosabati borligi ma'lum bo'lmasa-mu, ammo Erkin Samatning ayoli Bumaryam G'upur bilan Qirg'izistonda Abduraz nomli shirkat qurib, tijorat bilan shug'ullanganligi, Janubiy Qirg'izistondagi Batkent rayonidagi bir Xitoy-Qirg'iz bozorining shularga taalluq ekanligi ilgari surilmoqda. Ozodlik radiosining xabar qilishicha, Erkin Samat ilgari o'zining shirkati orqali Qirg'izistondagi 646 million dollarni chet el bankisidagi hisobiga yo'tkigan ekan. Erkin Samat Qirg'izistonga chetishliq Uyg'urlardan yaqinqi bir qancha oy ichida o'ldirilgan 3-kishidir. Yaqinda Qirg'iziston poytaxti Beshkek shahrida 2 Uyg'ur tijoratchi orqa-orqadan o'ldirilgan edi. Xitoy Angliyaning cho'ng po'lat shirkatini setib oldigan bo'ldi. Xitoyning po'lat ishlab chiqaruvchi shirkati Jingyi guruhi Angliyaning po'lat shirkati British Steel'ni setib olish uchun kelishim hosil qilinganligini e'lon qildi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Jingyi guruhining e'lon qilgan bayonotida Angliyaning cho'ng po'lat shirkati British Steel'ning uzundan buyon iqtisodiy qiyinchilikda ekanligi va setib olish uchun taraflar o'rtasida kelishim imzolanganligi bildirildi. Bayonotda Jingyi guruhi boshlig'i Li Gamponing bu vaqtda to'xtalib, kelgusi 10 yil ichida po'lat ishlab chiqarish zavodlarining zamonaviylashtirilishi uchun taxminan 1 milliard funt sterling mablag' selishni planlaganligini aytganligi qayd qilindi. Bayonotda yana Angliyaning po'lat shirkati British Steel'da ishlaydigan xodimlarning xizmat o'rinlarining saqlanib qolishini nishon qilayotganligi bildirildi.
Angliyaning xizmat, energiya va sanoat strategiyasi ishlari ministri Andra Leadsom ikki tarafning kelishim hosil qilganligidan mamnun bo'lganligini va bu ishni kelgusiga nisbatan ijobiy bir qadam deb qaraydiganligini aytdi. Ammo setilish bahosi haqida hech qanday bayonot e'lon qilinmadi. Angliya matbuotlarida bo'lsa, Xitoyning po'lat ishlab chiqaruvchi cho'ng shirkatining British Steel'ni 50 yoki 70 million funt sterlingga setib olganligini ilgari surdi. Angliyaning po'lat shirkati British Steel'ning ishlab chiqarish bazalarida taxminan 5000 kishi va ta'minlash bazalarida bo'lsa taxminan 20000 kishi ishlaydi. Dünya Bankası Sharq Turkistondagi jazo lagerlari uchun ishlatilgan yordam planini to'xtatdi. Germaniya ovozi to'rining xabarida bildirilishicha, Dünya Bankası tunugun bayonot e'lon qilib, Sharq Turkistondagi atalmish kasbiy tarbiyalash maktablariga berilayotgan yordam puli planini to'xtatadiganligini bildirdi. Amerikaning Diplomatiya siyosati jurnali bu yil 8-oyda e'lon qilgan dokumentida Dünya Bankası 5 million dollar yordam qilgan Sharq Turkistondagi ma'lum maktabning bu pulning bir qismini sim to'siq, yosh oqquzish bombasi atquch, kaltak, o'qdan qo'g'dinish kiyimi qatorliq ashyolarni setib olishga ishlatganligini oshkorlab, Dünya Bankasıning Xitoyning jazo lagerlariga vositalik yordam berayotganligini ayiblagan edi. Dünya Bankası tunugun bu haqda ifoda bildirib, aloqador tekshirishlardan keyin yordam pulining haqiqatan jazo lagerlari uchun ishlatilganligini isbotlaydigan dalilning yo'q ekanligini, shundaqdimi jazo lagerlariga ishlatilishining oldini olish uchun Sharq Turkistondagi atalmish kasbiy tarbiyalash maktablariga beriladigan yordam planini to'xtatadiganligini bildirdi. Ammo mutaxassislar va kishilik huquq tashkilotlari Dünya Bankasıning bu bayonotidan rozi emasligini, aloqador tekshirishlarning yetarli bo'lmaganligini, aslida yordam pulining zodi qayerga ishlatilganligini aniqlab, xalqaro jamiyatga oshkorlashi kerakligini bildirishdi. Sharq Turkistondagi ishg'olchi kuchlar Mike Pompeo'ning Uyg'urlar haqidagi so'zlarini tanqid qildi. Atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik hukumat 11 noyabr kuni bayonot e'lon qilib, Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo'ning yaqinda qilgan Uyg'urlar haqidagi so'zlarini tanqid qildi. Bayonotda ilgari surishicha, chet eldagi Uyg'ur faoliyatchilar va lager shohidlarining rayondagi oila a'zolari hech qanday parokandachilikka uchramay normal yashamoqda ekan. Bu atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik hukumatning tunji qatim Amerika tashqi ishlar ministrining so'zlariga inkos qaytarishidir. Mike Pompeo o'tgan hafta Xitoy rejimining chet eldagi Uyg'ur faoliyatchi va lager shohidlarining oila a'zolariga parokandachilik selayotganligi, Xitoyning bu qilmishini to'xtatishi kerakligini ta'kidlagan. Mike Pompeo so'zida Amerikadagi yosh Uyg'ur faoliyatchilaridan Firqat Javdat, Arafat Arkin, shundaqla lager shohidi Zumrat Davudni alohida tilga olgan. O Xitoy doiralarining bu kishilarning oila a'zolariga parokandachilik selib kelayotganligi, Zumrat Davudning dadasining bu xil parokandachilikning qurboniga aylanganligi, uning yaqinda vafot bo'lganligini alohida ta'kidlagan edi. Lekin atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik hukumat bayonotida Arafat Arkin bilan Firqat Javdatning onasining lagerga qamalganligi, Zumrat Davudning dadasining parokandachilikka uchrab vafot bo'lganligini rad qilgan. Ammo Arafat Arkinning dadasining qamoqqa hukm qilinganligini e'tirof qilgan. Bayonotda Erkin Tursunning zo'ravon terrorlik harakatiga qatnashganligi sababli qamoq jazosiga hukm qilinganligi ilgari surilgan. Eli televiziya stansiyasining rejissyori tunilgan madaniyat faoliyatchisi Erkin Tursun 2018-yili 3-oyda tutqun qilinib, darhol kesib etilgan edi. Atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik hukumatning bayonotida Mike Pompeo diniy va kishilik huquq qalpiqini kiyib olib, atalmish Shinjonga qora chaplash, haqiqiy ahvol burmalangan asossiz so'zlarni qilish bilan ayblangan. Xitoy rejimi o'zlarining 3 milliondan ortiq Uyg'urni lagerga qamaganligini rad qilib, kishilarga qarata radikallikqa qarshi kasbiy tarbiya elib berayotganligini ta'kidlab kelmoqda. Dunyoning har qaysi joylarida 2 Cumhuriyet kunimiz tabriklandi. Her yili 12 noyabr dunyoning har qaysi joylarida faoliyat elib berayotgan tashkilotlar vatanimizda yaqin tariximizda qurilgan shonliq 2 Cumhuriyetimizni tabriklab, xilma-xil faoliyatlar o'tkazadi. Bu yilmi o'xshashla bu qutlug' kunimizning oldi-keynida yoki dal o'zida har qaysi davlatlardagi xalqimiz bu kunni xotirlamoqda. Jumladan bugun Istanbulda faoliyat elib berayotgan O'quv Uyg'ur ilm yurtida Cumhuriyet kuni tabriklandi. Murosim Qur'oni Karim tilovati bilan boshlanib, orqadan davlat marshi o'qib, bayroq chiqarish marosimi o'tkazildi. O'quvchilar sinf tartibi bo'yicha paraddan o'tib, o'qituvchi ustozlarga salom berdi. Maktab mudiri ustoz Habibulla Kusani bilan ustoz Abdug'ani Qutubi barliq o'quvchilar hamda barliq Sharq Turkiston xalqining davlat bayramini tabrikladi.
Yana bir tarafdan Kastamonuda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarmi shonliq ikki jumhuriyatimizni tabrikladi. O'quvchilar Kastamonuning markaz jamiylaridan biri bo'lgan Ulug' jami hovlisiga yig'ilib, Qur'oni Karim tilovat qildi. Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati istiqlol marshi o'qildi. Ikki jumhuriyat qurilishining oldi-keyindagi vaziyatlar qisqacha tunishtirildi. Shundaqla Amerika Uyg'urlari tarixdagi Sharq Turkiston Jumhuriyat kunini xotirladi. Amerika Uyg'ur birlashmasining tashkillashi bilan 2019-yillik ikki jumhuriyat xotirasi uchun Amerikaning Virginia, Maryland va boshqa shtatlardan kelgan, shundaqla Turkiyadan kelgan Uyg'ur jamoati 9-noyabr kuni kechqurun Uyg'ur igilik tikluguvchilar to'rining faoliyat zaliga yana bir qatim to'plandi. Murosim zalining to'ridagi sahnaning ikki tarafiga barobar tiklangan Amerika Qo'shma Shtatlari va Sharq Turkiston Jumhuriyati bayroqlari bu faoliyatning kayfiyatiga alohida mazmun qo'shdi. Amerika Uyg'ur birlashmasining yangi raisi Quzzat Altay oldi bilan so'z qilib, bu qatimqi xotirlash faoliyati haqida qisqacha ma'lumot berdi. Shundaqla Sabit Amollam, Muhammad Emin Bug'ra, Alixon To'ra, Ahmadjon Qosimi qatorliq tarixiy shaxslarning ikki qatimliq Sharq Turkiston Jumhuriyatining barpo bo'lishiga qo'shgan tuhfalarini, bu yo'lda issiq qonlarini oqqizgan shahidlarni yod etadiganligini bildirdi. Arqadan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Umar Qanat apandi, Uyg'urlarning ma'naviy onasi Rabiya Qodir xonim, Amerikadagi Uyg'ur ziyolilaridan Nabijon Tursun, Amerikadagi Uyg'ur muhojirlaridan shoir Sarvi Husayn qatorliqlar ayrim holda ikki qatimliq Sharq Turkiston Jumhuriyati haqida to'xtaldi. Shundaqla ikki jumhuriyatni xotirlash murosimi Germaniyadami dag'dug'liq o'tkazildi. 9-noyabr Germaniyaning Myunxen shahrida 1933 va 44-yillari 12-noyabrda qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati va Sharq Turkiston Jumhuriyatini xotirlash murosimi to'liq haybatlik o'tkazildi. Murosim Sharq Turkistonning istiqlol marshi bilan boshlandi. Bu murosimni Dunyo Uyg'ur qurultiyining markazi Myunxen shahrida bo'lgan Yevropa Sharq Turkiston birligi, Uyg'ur Mehribon onalar birligi, Ilhom To'xti guruhi, Uyg'ur ayollarining madaniyat va mukammalligini ilgari surish jamiyati qatorliq tashkilotlar birlikda uyushtirgan bo'lib, murosimga Myunxen shahridagi Uyg'urlardan sirt Germaniyaning har qaysi shaharlaridagi Uyg'urlar hamda Gollandiya, Norvegiya, Shvetsiya, Shveysariya qatorliq davlatlardan kelgan Uyg'urlarmi ishtirok qildi. Germaniya parlamentining a'zosi Uyg'urlarning qadinas do'sti Margarita Bauzi xonim Germaniya poytaxti Berlindan alohida kelib bu murosimga qatnashdi. U murosimda so'z qilib, Xitoy mustabid hokimiyatini bo'libmi uning navbatdagi jazo lagerlari siyosatini qattiq aybladi hamda Uyg'urlarning ozodlik ko'rishini adoqqicha qo'llaydiganligini bildirdi. U so'zida Sharq Turkiston iborasini ishlatib, sap Uyg'urcha kiyingan yosh o'smirlarni ko'rsatib turib, Xitoy mana bu madaniyatni va bu kurashchan millatni hargiz yo'qotolmaydi dedi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunaqa qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Shunaqla program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.